Dasturchilarga chet elda ish topishga top 5 ta platforma qani ketdi. LinkedIn. Juda ko'p yevropalik rekruterlar LinkedIndan faol foydalanadi. Bu yerda juda ko'p ish e'lonlari bor. Masofaviy ishlar ham topsanglar bo'ladi. Indeed. Turli manbalardan, jumladan kompaniyalar va kadr agentliklari saytlaridan ma'lumotlarni to'playdigan platforma. Bu yerda Yevropadagi va masofaviy ishlarni topishingiz mumkin. Glassdoor. Bu platformaning qiziq tomoni shundaki, u yerda faqat ish e'lonlarini emas, balki dasturchilarning ish beruvchilar haqida kommentlari ham bor. Maoshlar, ish jarayoni va kompaniyaning ichki muhiti haqida ma'lumot olish mumkin. Yures. Yevropa Ittifoqining rasmiy sayti. U yerda Yevropadagi davlat va xususiy sektor vakansiyalari joylashtirilgan. Shuningdek, ishga joylashish bo'yicha maslahatlar ham mavjud. Monster xalqaro platforma bo'lib, Yevropada turli sohalardagi va yirik kompaniyalardagi ish o'rinlarini taklif qiladi.